Uy sharoitida San Sebastian tayyorlaymiz. 900 gram tvorojniy sir va 220 gram shakarni yaxshilab aralashtiramiz va 600 gram qaymoq solamiz va yaxshilab mikser qilamiz. Men har doim ishlatadigan uning tuxumlaridan 8 dona solamiz va 60 gram un ham solib yaxshilab mikser qilamiz. Suyuq holatga kelgach, qolipga folga qo'yib, ustidan tayyor massani solamiz va 3 xil etapda duxovkada pishirib olamiz. Graduslarini pastdagi profilda qoldiramiz. Shunaqa bilqildab turgan bo'lishi kerak. Xona haroratida 1 soat qoldirib, muzlatgichda 6 soat qoldiramiz. Shungacha sizlarga juda arzon magazinni ko'rsatib o'taman. Daritalda 12-do'kon. Kuyovchi, ancha qo'shachqacha kuyovchi shunday zo'r narsalar bor ekan. Korobkalarim, fritski go'ynaklarim, kitayni go'ynaklarim, shunday zo'r, eng arzon narxlarda, umuman ko'rmadim mahmumga narxlarda. O'zim mana shuncha narsalarni oldim. Shunday zo'r narxlarda sotgandilar. Nima arzon ekan. 20 ming oldi korobkalarni. Go'ynaklarni qo'shar. 550 ming so'm shunga qo'shar go'ynakka paslami? Yo'q, umuman yo'q. Aytgandim, sevdim xarakterlarini o'zim. Sosisini oldim. Bitta qo'shar mo'kada bor ekan bunda. Obzoratib ko'rsataman, men qo'shar, mo'chkada orqasidan qarang qizlar. Qo'shar. Shunga qo'shar narsalar bor ekan. Men arzon narx umuman ko'rmadim axir. Qarang. 250 ming so'm nedan tapaslar? Kelishgan beradilar. Qizlar vaskitga chiqdi. 75 ming so'm. Nerda boynachining? Don qo'shaylar bor. 75 ming so'm ekan. Shuni o'zim chekmayman. 250 ming so'm ekan. Shuni qo'shay. Qizlar shuni Victoria's Secret lancha ham beradilar. Men 25 ming oldim axir. Bir de 14 ming so'm beradi ekanlar. Zo'rmi kattasini? Endi shokoladni tayyorlab olamiz. 4 dona Nestle plitkani midalab olamiz. Ustidan yog' solamiz. 30 sekundda mikrofonga solamiz. Olamizdan aralashtiramizdan yana 30 sekundda mikrofonga qo'yamiz. Tayyor bo'ladi. Keyin yaxshilab aralashtirib, idishchalarga solamizdan San Sebastianni ustidan solamiz. Shu bilan tayyor, yoqimli ishtaha. Hammada 100% o'xshab chiqadi. Like, komment kutib qolaman.